Yozlamada ip yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ya'ni masalan mana shu to'rtburchak kvadratni material deb oladigan bo'lsak, bizda kromkasi bo'lgan taraf asosiy ip hisoblanadi va en ipi mana bu holatda, ya'ni arqoq ip en ipi hisoblanadi va bizda qiya ip qaysi deyilganda, demak, mana bu to'g'ri burchagimiz 90 gradusli bo'lsa, ayni mana shuni teng o'rtasidan 45 gradusda yotgan qiyaligimiz bizda ayni mana shu qiya ip hisoblanadi. Doimiy mana kant, qiya lentalari ayni mana shu yo'nalish bo'yicha olinadi. Demak, matoda qiya lenta bichamiz, 3 santimetrli kant bichamiz deyilganda avtomatik o'zlaringdan bilib qiya holatda olib bichishlaring kerak bo'ladi. Shuning uchun keyin ko'ylaklar tikilganda doimiy asosiy yo'nalish bo'yicha tikiladi. Asosiy ipni farqlashimiz o'sha kromkasi milki bo'ladi. Matoning chekkasida kromkasi bo'ladi. Ayni o'shandan farqlab, demak, mana shu asosiy ip ekan degan xulosaga kelamiz. Ko'p holatlarda asosiy ip cho'zilmaydigan bo'ladi, en ipi cho'ziladigan holatda chiqadi. Bu ba'zi materiallarda esa bo'zlarda ikkita tomoni ham cho'zilmaydigan holatda bo'ladi. O'sha cho'zilmaydigan matolarda kromkasiga qarab, demak, asosiy ip qaysi, en ip qaysiligini bilib olishimiz oson bo'ladi. Mana shu narsani daftarga tushirib olasizlar.